Assalomu alaykum futbol muxlislari, assalomu alaykum futbol jahonasi kanalida sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar bilan futbol ichidagi va futbol atrofidagi tahliliy mavzularni birgalikda bo'lib o'tgan voqealarni birgalikda tahlil qilamiz. Sizlar bilan Dilshod Solihov. Birinchi videomizdan keyingi orasidagi bo'lgan voqealarni qisqacha aytib o'tamiz. O'zbekiston terma jamoasi Kanada bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazdi. O'sha 2-0 mag'lubiyat Eldor Shomurodovdan boy berilgan vaziyatlari. Bundan tashqari Chempionlar Ligasining finali bo'lib o'tdi. O'sha finaldagi g'oliblik masalasi bo'yicha oldingi videoda to'xtalib o'tgandim va bugun umuman boshqa mavzuda o'zimizni bir asosiy shu kanalimizni ochishga bo'lgan sabab mavzusi bu Real Madrid mavzusi va uni atrofidagi bo'lgan voqeliklarga to'xtalamiz. Bugun Real Madridning yangi murabbiyi Jose Mourinho hali ofitsialniy e'lon qilinmagan bo'lsa ham bu yerda Romano Fabrizio o'zini here we go jumlasi bilan aytib o'tdi. Mourinho keladi. Mourinho shu Real Madridga o'zi misol uchun kerakmi degan mavzuni birgalikda tahlil qilamiz. Xo'p, o'zi Mourinho kerakmi? Yilni o'rtasida o'sha Xabi Alonso o'tgan yil boshlab oldi va yilni o'sha yarim yillikni tugatdi, ya'ni mavsumni yarmini tugatgandan keyin 2026-yil boshida o'sha Superkubok mag'lubiyatidan keyin ketdi. Uni o'rniga Arbeloa keldi, jamoadagi o'sha o'zini bir shu vaqtinchalik murabbiy ekanligini o'zi ham his qildi, futbolchilar ham his qildi. Unga jiddiy hech kim yondashmadi. Shu bilan mavsum yakunlandi va mavsum yakunlanayotganda ikkita variant bor edi. Bittasi Kroos yordamchiligi ostida Klopp hamda Mourinho. Ikkita asosiy nima deydi, favorit shu murabbiylar bor edi, lekin Mourinho tanlandi. Nimaga Mourinho tanlandi desa, o'zi sal boshidan boshlaymiz. Mourinho tanlanishiga sabab oxirgi paytdagi bo'lib o'tgan voqea, ya'ni o'sha Chouameni bilan Valverde voqeasi, bu o'sha yana chiqib ketgan nima deydi, Rudiger bilan Carrerasi, tarsakisi, umuman ichki muhit yomonlashganligi, Trenerovichning o'sha protsessi videoga olishyapti. Ikkita bandi bor alohida, bitta shu Viniciusni o'z braziliyalik hamda Jude Bellingham bandasi, ikkinchisi esa fransuzlar, ya'ni Mbappe, Chouameni, Kamavinga va ular atrofidagi bandi. Mana shu ikkita bandiga bo'linib olinganligi, u yoqda bitta qozonda ikkita kalla qaynashga harakat qilayotganligi, xuddi mana shu vaziyatlarning ostida u o'sha Mourinhoni tanlashga majbur bo'ldi, ya'ni undadi desa ham bo'ladi. Perez nimaga desa, chunki bu vaziyatni, ya'ni ichki muhitni eng tartibga soladigan o'zi Mourinho hisoblanadi. Nimaga aynan Mourinho? Nimaga Klopp buni qila olmaydimi? Yo'q, Klopp buni qila oladi, lekin nima deydi, Mourinho bu shunaqa shaxski, Mourinhoni qo'li bilan ko'p ishlarni qilsa bo'ladi. Misol uchun o'sha paytida Casillas, afsonaviy Casillasni o'sha jamoadan chetlatishni xohlagan Florentino Perez, lekin aynan Mourinhoni qo'l ostida qildi. Nimaga desa, chunki ichki muhit, ya'ni futbol tilida aytganda futbol oshxonasidagi gaplar deydi, o'sha kiyinish xonasidagi gaplar, bo'layotgan munosabatlar matbuotga chiqib ketib qolganda, matbuotga chiqqandan keyin uni birinchi podozreniya Casillasda bo'lgan. Nimaga deganda, chunki Casillasni ayoli jurnalist bo'lgan, ya'ni xotini jurnalist bo'lgan. O'shaning uchun baribir birinchi shubhada Casillas turadi. O'shaning uchun Casillasga o'sha oldin zaxiraga o'tkazishdi, keyin shartnoma berishmadi. Shu bilan o'zing keta qol degan chiroyli gaplar bilan o'zini ketkazib yuborishdi. Vaholanki Casillasda pojizniy kontrakt bo'lgan. Umrining oxirigacha xohlasa o'zi ketish uchun, lekin o'zini xohlamaguncha hech qayerga ketmaydi degan shartnoma bo'lgan. O'zi pojizniy shartnoma 3 ta odamga berilgan. Endi adashmasam, bittasi Casillas, bittasi Raul, yana bittasi kimdir. Xuddi shu vaziyatda Casillasni o'tkazib qo'ydi va uni jamoadan chetlatdi. Endi uni ichki muhitda, endi o'sha paytda nimalar bo'lgan o'zi biladi Mourinho, lekin hozirgi paytda aynan kelishi kerak bo'lgan vaziyatda Mourinhodan, shaxsan men o'zim Mourinhoning unchalik muxlis emasman. Mourinho deb misol uchun paytida Tottenhamga muxlislik qilganman, Tottenhamdan yuz o'girganman, Mourinho deb yomon ko'raman Mourinhoni, lekin ayni paytda Mourinho bizga kerak. Nimaga deganda, shu boygi gap, bitta qozonda ikkita kallani qaynatishga yo'l qo'ymaydi. Bittasini tanlaydi.
Nimaga Mourinho? Aynan chunki Mourinho qattiq tartib intizom bitta planni belgilaydi. Misol uchun Florentino Perez o'zini matbuot anjumanlarida nima deyapti? Biz deyapti, mana oxirgi kechagina bergan matbuot anjumanida biz Mbappeni noto'g'ri pozitsiyada o'ynatgandik. Endi biz unga to'g'ri pozitsiya beramiz. Biz bu kamchiligimizni bartaraf etamiz deyapti. Undan oldingi matbuot anjumanlarida nima degan? Bizni eng asosiy yulduzimiz Mbappe. Biz Mbappe atrofida jamoa quramiz. Mana oldindan qaraydigan bo'lsak, o'sha misol uchun Mourinho endi kelgan paytda ham o'sha Guardiolani eng shu otni ustidagi paytda ketma-ket trebellar qo'ygan paytlari Mourinho unga qarshi kurashga kirdi. Mourinhoning tarkibi ham vashi zver edi, o'sha paytdagi eng kuchli tarkib edi. Lekin bitta narsani yo'lga qo'ya olgan. Bitta lider tayyorlay olgan-da u. Ya'ni jamoa bitta lider ostida harakat qilish kerak. Misol uchun o'sha paytda Cristiano Ronaldoni turg'izganda atrofida ham Benzemani, atrofida Bale va uni atrofida jamoalarni qurishni boshlagan. Bu narsa nimaga olib keldi? O'sha misol uchun Benzemani ham o'zini mashhur intervyulari bor, nima degan? Biz Cristiano uchun o'ynardik. Cristiano uchun o'ynaysiz-da, chunki bitta mavsumda 50 gol urib, trofey olib kelayotgandan keyin u o'yinchi uchun siz o'ynashga rozi bo'lasiz degan. Va yaqinda yana bitta o'sha Mourinho o'sha Real Madriddagi bardaklar ostida yana bitta intervyu berdiki, unda nima dedi? O'zi ular oldin kelishib olsin dedi. Ular unda o'tirib olsin dedi. Kim nima ish qiladi, kelishib olsin dedi. Ya'ni bu Benzemani qattiq tanqidi bo'ldi. Mana shundan hammasini tahlil qila oladigan bo'lsak, nima bo'lyapti? Hozir bu yerda bular liderlik talashyapti. Ya'ni Benzema paytida misol uchun u rozi bo'lgan Cristiano lider bo'lish uchun, lekin hozirgi paytda Vinicius ham rozi bo'lmayapti, Mbappe ham rozi bo'lmayapti bir-biriga berishga. O'zi liderlik tayyorlangan, prezident tomonidan etilgan bu Mbappe bo'ladi. Lekin unga nimagadir Vinicius ko'nmadi. Vinicius ko'nmagandan keyin uni misol uchun hamma kaltelar ostida Mbappe qolib ketib qoldi. Vaholanki o'zi hozirda misol uchun eng tartibli, misol uchun har xil statistikalar chiqyapti, himoyaga qaytmaydi. Himoyaga qaytish bo'yicha eng yomon, pressingga qatnashmaslik bo'yicha eng yomon, u o'ynamagan o'yinda eng zo'r o'ynayapti. Real Madrid yo'q, gap unda emas. Bu Mbappega moslashish kerak bo'lgan futbolchi. Ya'ni misol uchun u jamoani eng center vнимания, ya'ni markazidagi o'yinchi, uni atrofiga jamoa quriladi-da. Agar misol uchun Vinicius unga rozi bo'lmasa, katta ehtimoli bilan u bilan shartnoma tuzilmaydi yoki sotiladi yoki keyingi mavsum erkin agent bo'lib ketadi. Yoki o'zi Mourinhoga bosh egib rozi bo'lish kerak. Aynan mana shu ishlarni Mourinho juda ham o'zini me'yorida qiladi. Ya'ni bitta jamoani o'sha liderini tanlay oladi va uni atrofida jamoa qura oladi. O'sha paytda ham misol uchun Mourinhoning o'sha paytdagi taktikasi qanaqa edi? Kontrataka, o'sha tezkor hujum, bu narsa o'sha rekord ham qo'ygan, 11 sekundami gol urish bo'yicha, ya'ni kontrataka. Hozirgi vaziyatimiz ham kontratakaga mosda, ya'ni himoya butunlay yomon holatda. Mana Kanate bilan shartnoma tuzilayotgan, Dumfries kelayotgan o'rniga Rudiger bilan 1 yillik shartnoma uzaytirildi. Mourinhoning birinchi qiladigan ishi himoyani tartibga solish va kontratakalarga e'tibor qaratish. Kontrataka bilan o'ynayman desa, Vinicius ham to'g'ri keladi, Mbappe ham to'g'ri keladi. Aynan mana shu vaziyatda u Mbappeni tanlab, atrofida Viniciusni bu yoqdan kim bo'ladi? Masantono yoki Rodrigo bo'ladimi yoki umuman yangi o'yinchi, balki Olise bo'ladi. Mana shularni Benzema aytganidek ular Mbappeni tanlab oladi va Mbappe atrofida jamoa quradi. Bunga na Arbeloa ko'ndira oldi, na Xabi Alonso ko'ndira oldi. Bunga faqat o'sha Ancelotti ham hattoki ko'ndira olmaganda. Ancelotti birga o'ynatishga harakat qilgan, o'ynata olmagan. Mana endi hozir Mourinho kelyapti. Bitta pozitsiya belgilaydi, misol uchun Mbappeni oldiga qo'yadi, atrofda o'ynasang o'yin. O'ynamasang Casillasni haydaganman, sen kim bo'lib qolsan deydi, misol uchun. O'shaning uchun hozirgi paytda aynan bizga Mourinho kerak. Bilmayman Mourinho qancha bo'ladi, yarim yilmi, 1 yil. Menimcha shu 1 yilda tugatib, keyingi yarim yillikka ham bormasa kerak deb o'ylayman. Ana undan keyin o'sha Klopp hamda uni yordamchisi o'sha Kroos keladi. Kroos mavzusi o'sha u menejer lavozimiga kelyapti. Menejer bo'lib, u hozirdan o'sha Real Madrid strukturasida shunaqa narsa bor ekan, klub direktori degan lavozim yo'q ekan yoki bor bo'lsa ham u rasmiy, lekin
aralashish vakolatlari berilmagan holatda ekanda. Ya'ni misol uchun Xabi Alonso nimadan nolidi? Rahbariyat meni qo'llamadi deb nolidi. Kim qo'llash kerak? Primoy prezidentga chiqmaydi. Prezidentga chiqa olmaydi u. Chunki subordinatsiya degan narsa bor, o'zidan bitta keyingi, o'sha bitta keyinga qaraydigan odam yo'q edi. Aynan shu pozitsiyaga hozir bular Kroosni tayyorlab, Kroos orqali o'sha jamoa kirib, misol uchun biz shu Xabi Alonsoni tayyorladik, shunga ishonamiz degan odam kerak edi. Shu ma'noda shu proyektga ular Kroosni tayyorlashyapti va katta ehtimol bilan Mourinyo ketib, shu 1 yildan keyin uni o'rniga Klopp keladi va biz ajoyib Klopp davrini guvohiga aylanamiz. Xo'p, Mourinyo'ni kelishdan asosiy maqsad jamoani tozalash, undan keyingi strukturaviy ishlarni boshqa o'yinchi qiladi va yana bitta narsa bor edi, shu yerda Xabi Alonsoni o'sha Mourinyo kelgandan keyin Arbeloni olib qolib, uni taktik murabbiy qilib qo'yishmoqchi edi, lekin Arbelo o'zini xohlamadi. Arbelo o'zimni yo'limdan ketaman, men endi shu katta murabbiyman dedi va o'zini Mourinyo'ni proyektida ko'rmadi. Hozircha shu, keyingi mavzularda albatta o'sha Florentino Perez, Mbappe, Vinicius o'zi qaysi biri kerak degan mavzularga, transferlarga albatta to'xtalamiz. Sizlar bilan Dilshod Salihov.